Bizga shahid bo'lishlikka imkon bormi? Imkon bormi? Shahid bo'lishligini faqat jang maydonida tushunmaylik. Jang maydonida shahid bo'lishlik eng oliy ko'rinishi. Lekin quyidagi quyi qismlari ham bor shahidlik. Qaysi u? Birodarlar, cho'kib o'lgan odam ham shahid deyiladi. Agar ibodatda xolis yashagan bo'lsa. O'tda kuyib o'lgan odam shahid deyiladi. O'zini, molini himoya qilib o'lgan odam shahid deyiladi. O'g'ri bilan urushib o'lgan odam shahid bo'ladi. Boshini o'ralab qo'ygan odam emas. Vatan himoyasi uchun bo'lgan urushga o'lgan odam ham shahid deyiladi. Shahidlikka biz da'vo qila olamizmi, qila olmaymiz? Kimiki sidq dildan shahidlikni so'rasa, agar u kishi o'zining yotar joyida vafot etsa ham, Alloh taolo uni shahidlar martabasiga yetkazadi. So'raylik birodar. Shahidlarning ruhlari yashil rangli qushlarning ichida bo'ladi. Ular Alloh taoloning arshiga osilgan qandillarda, chiroqlarda bo'ladi. Jannatda xohlagan joyda kezib yurib kelib, yana Allohning arshiga osilgan qandillarga kelib qo'nadi. Ular jannatda uchun yurib hozir ruhlar. Ularga hisob kitob qilinmaydi, ular to'g'ri jannatga kiradi. Shahidga berilgan martabalardan u o'zining urug'idan bo'lgan 70 kishini shafoat qila oladi. Bu shahidning qonini birinchi tomchi terga to'kilguncha Alloh taolo gunohini kechiradi. Alloh taolo shahid bandaga